Gaymarit, ya'ni sinusit kasalligi nima uchun tez-tez qaytalanadi? Siz gaymarit kasalligi bilan davolandingiz, lekin ko'p o'tmay bu kasallik sizda yana qaytaladi. Bugun shu mavzu haqida gaplashamiz. Gaymarit, ya'ni sinusit kasalligini ko'p qaytalashiga sabab bo'ladigan omillar quyidagilar: burun to'sig'ini qiyshiqligi, burun ichidagi poliplar, allergik rinitlar, burun chig'anoqlarining kattalashishi, ya'ni gipertrofiyasi. Ular hammasida burun yondosh bo'shliqlariga havo kirishi, ya'ni ventilyatsiya buziladi. Shuni hisobiga bu yerda yiringli kasalliklar kelib chiqishiga sabab bo'ladi. Keyingi sabablaridan bu odontogin gaymaritlar. Yuqori jav bo'shlig'ida joylashgan tishlar ko'p holatlarda tishni ildizlari bo'shliq ichida joylashgan bo'ladi. Shuni hisobiga bu gaymarit kelib chiqadi. Bunaqa holatda kelib chiqqan gaymaritda yiringli ajralma, badbo'y, hidli bo'ladi. Keyingi sabablaridan bu immunitet pasayishi. Bunda organizmni qarshilik xususiyatlari, infeksiyalarga bo'lgan qarshilik xususiyatlari pasayadi va buning natijasida bu kasallikni ko'p qaytarishiga sabab bo'ladi. Agar sizda yuqoridagi belgilar kuzatilsa, lor shifokoriga murojaat qiling yoki pastdagi raqamlarga qo'ng'iroq qiling. Biz sizga albatta yordam beramiz.